Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, vohadoshlar, tumandoshlar. Mana biz Toshkent shahar Uchtepa tumani. Hozir qaysi mahalla ekan? Hozir shuni ana yozilgan ekan. Tepaqo'rg'on ekan. Tepaqo'rg'on mahallasi. Tepaqo'rg'on mahallasidamiz azizlar. Mana mahalla binosini oldi. Bu yerda ham shu domlarning orasida ekan, mana mahalla binosini oldi. Mana bu yerda nima meni e'tiborim tortdi? Daraxtlarning ko'pligi e'tiborim tortdi. Managa. Men o'ylamayman, taxminim bo'yicha bu yerdagi daraxtlarga shu xalqning o'zi qarasa kerak. Bir paqir suv quysa kerak. Mana qaranglar. Domna atroflari daraxtlar ko'p ekilgan. Managa. Juda ajoyib. Endi yog'ingarchiliklar sabab mahallaning atrofida o'tlar o'sib qopti. Mana bu yerda ko'rsalaring bo'ladi, o'rish boshlangan. Ajoyib qilinibdi mana. Juda chiroyli ko'rinishga ega. Mana daraxtlarning ko'pligini qaranglar. Mana bolalar ham o'ynab yuribdi. Bemalol. Mana mashinalar ham qo'yilgan. Ko'ryapsizlarmi? Mana daraxtlar ham qo'yilgan. Sal nariroqda nima ham bor? Nima deydi? Salomatlik yo'lagi. Hozir u ko'chaga ham boramiz. Juda ajoyib ekan, lekin juda ajoyib qilingan. Mana bolalar mana o'tloqda ana qizchalar o'ynab yuribdi. Juda dahshat darajada qilingan. Mana ko'ryapsizlarmi? Agarda bu yerda xo'p, mana bu yerda ana tashkilot bor ekan, komfort uyum degan. Bu menimcha bu tashkilot shu domdagilar ozgina pul to'lasa kerak, ma'lum bir miqdorda tarifi bor. Shu tarif bo'yicha pul to'lagandan keyin mana shu domlarning atrofini tozalab tursa kerak. Agar shunday bo'lsa, bizda ham bu narsalarni tashkil qilish kerak. Adashmasam tashkil bo'layapti. Mahalla servis kompaniyalari tashkil qilinyapti. Domlarda boshqaruv servis kompaniyalari bor. Endi u servis kompaniyalari qanday ishlayapti, qanday ishlamayapti bilmayman, lekin hammasi bu tashkilotlarda ishlamasligi bizga bog'liq. Ya'ni siz bilan menga, mahalla raisiga, siz va menga. Mahalla raisiga agar fuqarolar yordam berib, mana shu narsalarni tashkillashtirsa, mahalla raisini qo'ymasa, sen tur, sen raissan, mana narsalarni tashkillashtir. Bizning mahallada ham mana shunaqa narsalar bo'lishi kerak. Yur, tur, loyiha kirit, ovoz yig'aylik, mahallaning ichida shunaqa ishlar qilaylik desa, bunaqa ishlar bo'ladi. Bu yerda nafas olish juda ham yengil. Daraxtlar ko'p, bolalar mana o'ynab yuribdi bemalol. Mana bu yerda ana kachel uchayapti. Mana bolalar qo'lashmochoq o'ynayaptimi? Shunaqa. Mana o'ttiryapti dedim, mana o'ttiryapti azizlar, ana. O'tdan diqasi bor, o'tirayotganini ko'rsatuvchi ana qurilmasi turibdi. Ana shunaqa, mana. Shunday qilsa bo'ladi-ku, nima toshkentliklarning shoxi bormi? Yo'q, siz bilan men ham qila olamiz buni, faqat o'rnimizdan turib, raisning oldiga, hokim yordamchisini, yoshlar yetakchisini oldiga borib, turinglar, mana bundaqa qilaylik, nima? Bizning bunaqamiz. Bizning mahalla bunaqa, nimaga bizning mahalla rasvo deyish kerak va ovozlarni open byudjet boshlanganda ovozlarimizni arzongina 20 ming so'mga, 30 ming so'mga sotmasdan mahalla raisiga aytib, bizda mahallaga nima loyiha qo'yildi? Biror loyiha qo'ydingmi? Shu loyiha qo'ygan bo'lsang, mana ovozni olgin deb mahalla raisini, hokim yordamchisini oldiga kelish kerak. Berish kerak shu ovozni. Sizlarda nima ketyapti? Bitta SMS tamom. Sizlardan hech nima ketmayapti-ku, pul bermaysizlar. Faqat ovoz berasizlar. Ovozlaringni o'zlaringni mahallalaringga, o'zlaringni tumanlaringga bersalaring nima qiladi? Mana ko'ryapsizlarmi qanday rohat? Juda ajoyib, dahshat rohatda. Mana bu o'tlarni endi o'rib olyapti. O'zini o'rayotgan joyini ko'rsatdim. Shunaqa azizlar.
befarqlik eng yomon illat, befarqlik. Befarqlik eng yomon illat. Siz bilan meni tanazzulga uchratadigan, tarix sahnasidan o'chirib tashlaydigan illat befarqlikdir. Siz va men agar tarix sahnasidan o'chib ketishni xohlamasak, befarqlikni yo'qotishimiz kerak. Mahalla raisiga, hokim yordamchisiga, yoshlar yetakchisiga, jensovetga, o'sha yerda ijtimoiy xodimga hammasini gazlab ishlatish kerak. Hammasini. Biror loyiha qo'ydingmi? Qanaqa loyiha qo'yding? Yo, unaqa emas, mana unaqa loyiha qo'yishing kerak. Bizga bu kerak deb loyihalarni aytib, yig'ib, ovozda yig'ib berish kerak. Har bir mahallada 3000-4000 aholi yashaydi. 3000-4000 aholi ovoz olsa, albatta bitta emas, bitta anavi ovoz yig'iladi. Xo'p, 3000-4000 aholidan o'ldim deganda 2000 tasini, 2500 tasini telefoni bor. Telefonni nima qilsa bo'ladi? Shuncha ovoz yig'sa bo'ladi. Azizlar, bo'ldi endi. Ovozimizni arzon garovga, arzimagan 20 ming, 30 ming so'm pulga sotishni bas qilaylik. Mana bunaqa mahallalarni quraylik biz ham. Ko'ryapsizlarmi qanday chiroyli mahalla? Juda ajoyib. Dom ham yangi dom emas, shu SSR davridan qolgan domlar, mana domlarni ko'ryapsizlar. Ana u yoqda yangi dom qurilyapti, hali topshirilmagan. Lekin mana daraxtlar ko'p, bolalar mazza qilib o'ynab yuribdi. Assalomu alaykum. Yana yuz ko'rishguncha.